Assalamu alaikum, qeyrindaşlar, hürmetlik ustazlar, ata-analar, suyumlik sabaqdaşlar, balalar, hammanglarga o'tliq salom. Rahmat. Rahmat. Bugün men intayin xushal. Shuni men tuvanda o'tgan hammanglarmi menga o'xshash nayt xushal. Chunki biz bu yerga ajoyib bir go'zal maqsad bilan jam bo'ldik. Chunki biz bu yerga mehr muhabbat yetkazish uchun jam bo'ldik. Hammamiz bilamiz, Atlan bir cho'ng oila. Bu yerda biz yolg'iz tilni o'rganmaymiz. Biz bu yerda yana bir xil ruhni o'rganamiz. U bo'lsa-mu to'xtamay o'rganish, izlanish, fidokorlik bilan ilgirlash, hamkorlik, shundaqla mehr muhabbat yetkazish. Rahmat. Ko'rib turibsizlar, keynimdikilar, Atlandagi mening o'qituvchilarim. Bular asosiyatni hammasidagidek yeshimandan kichik, lekin ular hammasi mening muallimlarim. Ustozlar, sizlarga salom. Müşahede ettiğin hammamiz Atlanning o'qituvchisi va yoki o'quvchilarning qeyrindoshları, ata-onalari. Hamda hammamiz bilamiz, har qanday vaqtda biz hurmatga sazovor kishilarni tizganda birinchi o'rinda ata-onadan burun ustozni tizimiz. Chunki o'qituvchilar bizning dilimizni yo'ritqichi mash'al. Ularning har bir so'zi, har bir harakati bizning bundan keyingi hayot yo'limizda ajoyib, zo'r rollarni o'ynashi mumkin. Men bu Atlanning bir o'quvchisi bo'lib sifatim bilan bugun mana shunday bir ahamiyatli kechilik riyosatchilik qilish sharpiga muyassar bo'lganim uchun intayin xushalman. Ishonmanki, mishad o'tgan har bir aylanmi o'zimizning nafsimizdan kechib, iyani qilgan pulimizni xarjlab, mushadga har bir o'rinda mana shunday chiroyli o'tganimiz uchun sizlarni menga o'xshashlar, to'limi baxtiyorsizlar. Chunki bundaq baxt hamma odam yor bo'lavermaydi. Hamma odam o'zining manfaatidan kechib, boshqalar uchun muhabbatli qo'lini sunolmaydi. Sizlar hammanglar maqtashga arziysizlar. Rahmat. Atlanda hammamiz bilamiz, har xil yoshdagilar bor. 3-4 yoshlik o'maq qo'lchaqlar bor. Mening bolamga o'xshash 10 yoshlar chamisidagi sho'q taychaqlar bor. 20 yoshlar chamisidagi sho'q qiz yigitlar bor. 30 yoshlik tirishchanlar, 40 yoshlik menga o'xshash onalar, ya'ni 50 yoshlik otalarmi bor. Chunki Atlan mana shunday bir mehr muhabbatga to'lgan oila. Bu yerda bizning hayotimizningki har bir buningki keyingi qadamlari uchun boshqacha bir xil go'zal istiqbolni yaratish uchun izinlayotganlar to'plashgan. Biz eng oldi bilan hammalarning huzuriga Atlanning marshini sundik. Chunki bu marsh bizning Atlan uchun izlanayotgan barliq tirishchilarimizning bundan keyingi hayot uchun sizgan siziqlari, ya'ni atlanish oldi turgan mana shu tulparlarimizninki bizga bergan va'dasi, qasami. Endi biz navbatda bugungi faoliyatimizning eng muhim mazmunlaridan biri bo'lgan bir faoliyatni boshlaymiz. Endi o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bu zalning ikki tarafida ikki ekran bor. Tövende bizim faaliyetimizin asas mezmunumuz ekrandan göz tutuldu. Qaynamiz hammamizning diqqati ikki yenimizdagi cho'ng ekranda bo'lsin. Atrofimizda har xil odamlar bor. Ular o'xshagan qismatlarga duchor bo'ladi, xuddi bizning qismatlarimizga o'xshash. Ular kunlarning birida siz va menga o'xshash kishilarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Tatlıqına bu balının ismi Anqar. Anqar Hüseyin endila 3 yaşga kirdi. Lekin 3 yaşlik hayotning biz uchun nimadan derak berdigini, balalik damlarimizni beshimiz yetkazgan hammamiz bilamiz. Mana bu tatlıqını balimiz kasal bilan jang qilyotdi. Biz anglashni xohlamagan, ismini faqat atashni xohlamagan kasal bilan jang qilyotdi. Yani aqqan rag'ini iborat mana bu kasal 3 yoshlik bu tatliqini jonni qiynayotdi. Anqarning ota-onasi bolasini davolatish uchun hozir o'tgan yil 3-oydan tortib hozirgacha Abdulum rayonlik 2-doktorxonada davolanyapti. Endi hozir ko'rayotgan bu bolamizning ismi Shirali. Endi 15 yoshga kirdi. Chiroyga qarab semiz balika deymanglar. Chunki bu suyimlik balamizmi, bizning balalarimiz o'xshashlar. O'qish yashini o'tkazayotgan davrda
ig'ir kasallik giriftar bo'ldi. U balamizga o'xshashda aqqan rakining dardini tatib ota-onasi bu balani davolatish uchun bari yo'qini setib bo'ldi. Yana texmi ko'p bo'lgan chiqim mana mushu balaniki davolanish uchun ketdi. Yana kelib Shiralining Allohida qon tipi yana ar eshitibli qon tipiga tava ekanligi bizni texmi o'ylantirdi. Mana shunday Allohida qon tipi bor. Shundaqla mana mushlar yordam berishni xohlaydigan kishilar bizning atrofimizda aynan intayin ko'p bo'lishi mumkin. Ko'rayotganlarimizning hammasi Atlantika xodimlarining mana mush bolalarni yo'qlash uchun doktorxonaga borgan chog'dagi ko'rinishlari. Ko'rdinglar, Shirali tex endi 15 yoshga kirdi. 15 yosh qanday go'zal vaqt. Lekin kasal qarvatida qiynalyapti. Atrofimizda yana nurg'un odamlar bor. Ular yana o'xshamagan qismatlarga duchor bo'ladi. Ba'zida bizning kichik qilgan yordamimiz ularning taqdirini o'zgartirib o'tishi mumkin. Ham ko'ryapmiz ko'rinishda Atlantika o'qituvchilar yana bir bolani yo'qlash uchun, yana bir bemorni yo'qlash uchun doktorxonaga keldi. Biz navbat ko'rgan bu bolaning ismi Dilshatjon Qahar. Endi 18 yoshga kirdi dedi. 18 yoshni qaysimiz beshimizni o'tkazmadik. 18 yosh hayotning fayzini surdigan ajoyib go'zal chaqlar edi. Lekin böğrek zayıfliş sababli suyuqlikni zaharlanib balani kirib qolgan. Bu balamiz hozir Şinjan Tepe Üniversitetining Qarmag'atga birinchi doktorxonada davolanyapti. Buningkin davolanish uchun yana izchil turda ko'pchilikning yordamiga muhtoj. O'tgan yili Atlant til tarbiyalash markazi yana 2011-yil 6-oyda hayotlik kuyi temisida iyon to'plash faoliyati o'tkazib, o balaninki davolanishi uchun endi hozir bizim ko'rayotganimiz albatta Dilshatjonning o'zi emas, Dilshatjonning dadasi bo'lishi kerak. Shundaq deyman Qosimjon, u Qahar apandim bo'lishi kerak. Chunki Qahar apandim bo'rigini mana hozir ko'rayotganimiz, bizningki Dilshatjon. Bunda hayotda o'zining balasiga o'zining bo'rigi mos kelgan ishlar har vaqt yuz bermaydi. Lekin talaylikkan Dilshatjon balamiz dadasining bo'rigi mos keldi. Dadasining bo'rigi bilan mana hozir yashayotdi. Texmi uzun yaşaydı. Çünkü etrafımızda yana nurgun sahavetçiler var, mehribon kişiler var. Endi biz ko'rayotgan bu ko'rinish to'liq kichikgina bir jon. Endila 1,5 yoshga kirgan Subinur. 1,5 yosh texi anasining sutidan ayrilmagan bola. Mana bu balamiz taqdirdan chaqchig'i bilan ig'ir darajada kuyib yaralangan 1,5 yoshlik bola. Albatta bilimiz kuyuk. Biz kichik bir yerimiz kuyib baqqanlar. Hammamiz bilimiz kuyukning qanchalik og'riydigini. 1,5 yoshlikda tili chiqmagan bola uchun bu xil og'riqni tortishning qanchalik azob ekanligini bilamiz. Albatta, og'riq tortishdan boshqa bu yerda necha tumanligan pul bor. Davolanish uchun keladigan. Oddiy bir oilaviy kishilar uchun necha tuman, hatto necha 10 tumanlik bo'lgan davolash chiqimimizni chiqaramiz. Subinurning oilasi bilan mana bu shunday qismat qilib bo'lmoqda. Lekin etrafımızda mehribon kishilar, mehr muhabbatli kishilar intayin jiqqa. Endi bugun bu yerda bo'lsa, hammamiz o'zimizning iyoni qilgan pulimizga setib bilib kirgan biletda san'atning huzurini olamiz. San'atning huzurlanish orqali mana shu muhabbat to'lgan dunyoning go'zalligini his qilyapmiz. Albatta mana shu bolalarmi bizga o'xshashlar mana shu go'zallikni suyunishga muhtoj. Ularga bizning kichikkin yordamimiz kerak. Bizden tamam kül bulur deydigan söz var. 20 milyon nemiz qilib bo'ladi deydigan nurg'un kishilar bor. 20 milyon nemiz qilib bo'ladi deb yaqinlar. 20 millionga mana bu yerga bilet setib kiradi. 60 millionga nima qilib bo'ladi? 60 millionga mana shunday kechilikka bilet setib kiradi. 80 millionga, 100 millionga, 120 millionga bilet setib olib, mana bu mehr muhabbatli faoliyatdan zavq olib bo'ladi. Lekin mana bu pullarimiz nega bordi? Mana shu suyimlik balalarimizning yoniga bordi. Biz bugungi faoliyatimizning eng muhim kun tartibi bo'lgan mana shu faoliyatning oxirgi natijasini e'lon qilamiz. Mush bir qancha kun davomlashgan faoliyat orqali Atlanta o'qiyotgan o'quvchilarning iyonasi, shundaqla barliq o'qituvchilarning iyonasi bilan 51 ming yuandan ortiq pul iyon sandig'iga tushdi.
Mana bu pul hammamiz iyon qilgan pul. Hammamiz amaliyotda bu pul emas. Bu bir xil mehr muhabbat. Chunki mehr muhabbatning puli bilan o'lchigili bo'lmaydi. Necha ming yuan iyon qilganlar bor, necha 10 yuan iyon qilganlar bor. Şu muhabbatning puli bilan o'lchash mumkin emas. Lekin biz mana shunday puli bilan o'lchigili bo'lmaydigan muhabbatni mana shu kishilarga iyon qilyapmiz. Jami 51395 yuan. Meni eng ta'sirlantirgani mana shu 5 yuan. Bu 5 yuanni kim iyon qiladi? Balalarimiz iyon qiladi. Balalarimiz kimdan o'rganib iyon qiladi? Bizdan o'rganib iyon qiladi. Çünkü biz balalarımızga mehr muhabbatni o'rgatamiz. Shunlashda ular mana shu o'zlarininki qancha xarjlaydigan puli bo'lgan 5 yuandan tatib iyon qildi. Balalarımız mehr muhabbatga cho'ng bo'lsin. Mehr muhabbat hammamizning qalbini illasin. Rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa biz aldı bilan bugungi mishpaliyatga mishballarninki oilasini vakil bo'lib kelganlar bo'lsa, olqishlarimiz bilan shularni sahnamizga taklif qilamiz. Qani. Bugun xushalliq damlar, ko'zinglarda yosh ko'rinmasa, chunki yig'i bilan bu yosh bolalar uchun cho'ng ish qilib bermaymiz. Sizlarning bugun mush faoliyat qatnashib berganinglarning o'zi, mush faoliyat chiqib sakni turib berganinglarning o'zi biz uchun to'lim uchun g'ayrat ekanligini tushuntirdi. Sizlarga oldi bilan ko'pdan ko'p rahmat. Sizlar kimning oilasidan? Shiralining opisiman. Shiralining opisimi? Texmi ko'p bo'lgan davolash, yig'ir bo'lgan azoblar oldida turdi. Siz Shiralijonning opisikansiz. Yeshingiz qarasa mendan kichik ko'rinsiz. 39 demek menden küçük diyorsunuz. Lekin beşinci yıllık günler gelip dursanlar iradeli olun. Çünkü hemmimiz var. Cemiyette mihriban kişiler intayın köp, hükümet var, halk var. Etrafımız var şunda kıyırındaşlarımız var. Şirali balam bu azapın çok yanıp giderliydi. Sizce? Enkar'ın hapsi. Enkar teki emdi. 3 yaşlık kırdı. 3 yaşlık Enkar oynab yurishishdi dedi. İşimiz mana shu faoliyatlar bugun faqat bir qismi jamiyat olib berayotgan bu xil faoliyatlarning. Mush faoliyat orqali ham nurg'ulg'an faoliyatlar olib berildi. Ani qarin davolatish ketadigan chiqim cho'qim tepiladi. Uningga ishinamsiz? Anqar uchun g'ayrat qiling. Anqar uchun siz muhim. Qani bu cho'ng opamiz kimning oilasidan bo'ladi? Dilshatjonniki bo'lmasa bo'lmas. Siz Babası oldu. Dilshatjonning buvisi. Necha yosh kirlar o'zi? 70 yaşında. 75 yosh qisir. 70 yoshga. 70 yoshga. Teha Dilshatjon, teha endi 18 yoshga kirdi. Shundaqmi? Uzun umr ko'rish ahvolini qaraganda sizlarning oilaning an'anasi bo'lsa kerak changda. Endi Dilshatjon bolamizmi? Bu kasallik endi Qahar apandimning buyurugini berishi bilan asosiyatdan xili bir yakapdi. Lekin hozir seni qiynayotgan asosiy chiqinmasiz, bunun tilki davolashmasiz shundaqmi? Bizning atrofimizda bir xizmatdashimiz bo'lgan börek mas kelgan ekan. Hozirgacha yigitdek yashayotidu. Dilshatjonmi yoshlik bahorini mush börek orqali cho'qim kutib oladi. Atrofingizda mehribon kishilar intayin ko'p. Sizlar shunday qilib turib berdi ekansizlar. Dilshatjon bolamiz pat arada o'rnidan turib ketadi. Sizlarga salomatlik tilayman. Sizlarchi? Suvinurning nimasi? Sizce? Suvinurninki demek cho'ng dadasi bo'ldi sizda, ha? Buningki ham qanchalik chiqib ketishi mumkin? 40 ming yuan. Bugun 50 ming yuan yig'ildi qarindoshlar. Demak, mana bu faoliyatlar ko'payib berilsa, 40 ming yuan hech nima emas. Hatto necha 100 millionmi hech gap emas. Chunki bizning o'zimiz Xinjiangning o'zida 20 milliondan ortiq kishi bor. Birimiz bir qo'ydan iyani qilsakmi, 20 million tepiladi yo'ldoshlar. Endi biz bugungi mishiyani faoliyatimizning uyushtiruvchisi, atlanning qurg'uvchisi mening ustozim Qasimjon Abdurayimni sahnaga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qarindoshlar. Javob qilishim. Men o'tirib shuna hayajonlandim. Hayotni filmni ko'rdik. Filmni biz ishlab azroq yonni yig'ib doktorlarni yo'qlab kelgandan keyin atlaniki o'quvchilarga ko'rsatsak shunda o'quvchilar
Bəs-bəsdə yəni topuldu. Şunun da bir qancha ta'sirlik, meni ta'sirlantirgan hikoya bor. Bir ikki saboqdash 50 gan akirib Malum biz oyununu ko'rolmaymiz. Bizga biletmi lazım emas. Biz ailemiz qiyinchiligimiz bor. O'zimiz ishlab turib bir tarafdan pul tepib oliy maktabda o'qiymiz. Hangi Atlanta mashinada o'qiymiz. Lekin ma 50 koy bizniki turmush pulimizni ishingan pulimizda mushni iyani sanduqiga tashlab qo'ysangiz deb u pulni berib chiqib ketganda men shunda ta'sirlandimda. Oddiysi ba'zi ota-onalar bolalarga kelib 20 ko'ylik biletni olaylik, lekin 1000 ko'y yani qilaylik deb yani qilgan ota-onalar bor. 100 ko'ylik o'rinda 100 ko'y yani qilganlar o'tasin, biz 1000 ko'yni yani qilaylik, lekin 20 ko'ylik bilet tutamiz. 2007-da tatmış talant ko'rgan kelayotgan biletni haqsiz taqdir o'qituvchi o'quvchilar. Bu yil lekin bu faoliyatimizning shaklini o'zgartiraylik. Mushu o'rin biz chunki bu talant ko'rgan butkul chiqimni atlarni o'zimiz qilamiz. Lekin mushu o'rinni haqsiz taqatdan o'rniga bir iyani qilib, yig'ib ashyanning hammini shuna jamiyatda muhtojlarga basak deb o'y bilan shuna qilgandik. Bayat e'lon qilgan pulning mushti ta'uni. Shunga mushti tayinlanga birdan bermoqchi. Adamga köpten köp rahmat deyman. Atlantik o'qituvchi o'quvchilarga, o'tagan ota-onalarga hammalarga köpten köp rahmat. Sizlarningki shunday yordaminglar ostida mush faoliyatimiz bo'ldi. Lekin bu to'hfa mening emas. Mishada o'tagan hammalarning to'hfasi. Rahmat sizlarga. Rahmat, Amsa Qasımcan muallim bayatın konuyu zarqib bo'ldi. Gerçi pul ancha ko'p bo'lmasimi, lekin mana shu faoliyatlar bunga davomlashini davomli yordam qilamiz. Rahmat sizlarga. Tininglar sog' bo'lsin. Bolalarimiz yana davomli yo'qlab turamiz. Rahmat. Xo'sh, bugungi faoliyatimizning eng muhim mazmunini tugatib oldik. Hayotlikda kulki bilan yig'i qo'shmoqdir. Kulki bayada, yig'i bayada albatta kulkimi bor. Endi bizning bugungi faoliyatimizning asosiy mazmuni rasmiy boshlandi. Bu bo'lsa-mu Atlanning talant ko'rigi. Atlan talant ko'rigi hozirgacha necha qarar o'tkazilibdi. Men bu ularning VCD DVD plastinkasini ko'rib baqdim. Intayin qizg'in, ajoyib yuqori saviyali nomerlar o'rinlangan ekan. Unda bo'lsa bugungi faoliyatimizning nomerlarimi men ko'rgan shu kechilikdagi nomerlardek sarxilmi? Eng yaxshisi buningga tövbendagi nomerlarni ko'rib, javoblarimiz orqali javob beraylik. Eng oldi bilan ko'pchilikning huzuriga sundig'imiz bizning an'anaviy usullarimizdan do'lan usuli. Atlan o'quvchilar o'rinlaydi. Marhamat. İcazetsiz rava meşri Ana yurdum
icazetsiz rava meşre ezelden zaten uygulgan icazetsiz rava meşre Sakatlarım başlıyor, inanılacak diyelim. Peki sakatlarım başlıyor, inanılacak diyelim. Usulletli adaletli, cerahatke devam eşref, cerahatke devam eşref. Peki sakatlarım başlıyor, inanılacak diyelim. Usulletli adaletli, cerahatke devam eşref. Ulug insan hissettim Gene sen kal seynası Ulug insan hissettim Seninle ana resmi Yüzün şerri hayal meşref Yüzün şerri hayal meşref Seninle ana resmi Yüzün şerri hayal meşref Yüzün şerri hayal meşref Bu yaştek bağlısın bakroy milletim Gene yüzen bu yaştek bağlısın bakroy milletim Bağaç ersun bu alemli izinlerle devam eşref Bağaç ersun bu alemli izinlerle devam eşref İzinlerle devam eşref Gene yüzen bu yaştek bağlısın bakroy milletim Gene yüzen bu yaştek bağlısın bakroy milletim Bağaç ersun bu alemli izinlerle devam eşref Bağaç ersun bu alemli izinlerle devam eşref İzinlerle devam eşref Gene yüzen bu yaştek bağlısın bakroy milletim Bağaç ersun bu alemli izinlerle devam eşref Yuqori saviyalik chet el tili o'qituvchilari eng ko'p, chet el tili o'qitish sifati eng yaxshi bo'lgan Atlant til tarbiyalash markazi chet el tili o'rganuvchilarining eng oliy tanlashi bo'lib qoldi. Tilni eng tez, eng mukammal o'rganay, muvaffaqiyat bosug'usiga eng baltur qadam bosangiz, Atlant vitamin ingliz tiliga qadam tashrif qiling. I enjoy learning English with my own pace. Bundan bir qancha yil ilgari Atlant vitamin ingliz tili o'rganishni boshlagandan buyon har kunlik darsni o'zimga eng mos kelgan, eng qulay vaqtni tanlab o'rganib keldim. Atlant vitamin ingliz tili xalqarodagi eng ilg'or ingliz tilida tarbiyalash sistemasi bo'lib, til o'rganuvchilarni chekimsiz o'rganish fursatiga ega qiladi. Ingliz tilini sistemalik egallash va bemalol ishlatish orzuyingizga yetkazadi. Tilning chiriqi, til dunyoga yuzlanishning yo'l qildi. Atlant vitamin ingliz tili manzilingizga tez yetkazadi. Istiqbolingizni texmi nurlantiradi. Atlant vitamin ingliz tili. Albatta, biz har qanday faoliyatlarimizni o'zimizning muqam, mashrab navolarimiz bilan boshlaymiz. Atlanmi bu xil an'anadan mustasno emas. Albatta, Atlan oldi bilan ingliz tili o'rganish bilan tanishib qolgan. Endi bizning Atlandagi o'quvchilarning inglizcha mahoratlarini ko'ramiz. Mening savodishim Lala. Lalaning o'rnishida inglizcha naqsha Love You Like a Love Song. It's been taking touch, every beautiful thought's been a writing song, and I can't write down you know the one. So your melody will carry on along, we're still dusting song. You are beautiful, like a dream come alive and incredible, sinful, miracle, lyrical. You saved my life again. And
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. My darling, bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not the true you need, and I will always love you. Will always love you. Atlantika bir qism o'quvchilarning o'rinishida hip hop. I need another story, something to get off my chest.
kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that will light those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care the critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Endi otlarninki talant ko'rigida har yili degidek bir alohida bir mazmun bor ekan. Bu mazmunda men shu DVD plastinkasini ko'rish jarayonida his qildim. Mushundaq kechilikning eng avjini ifodalaydigan bir xil faoliyat ekanda, endi itotniki deb qolmanglar, itotdimi qiziqarli bir narsa bor. O bo'lsa-mu, shu Atlantikki hammasi biladigan bir suyimlik muallimning she'riy chaqchig'i. Unda qolsa Yusuf Hoji Ablimit muallimni sahnaga taklif qilamiz. Qani qizg'in javoblarimiz bilan. Marhamat, Jamolim. Shu Qosimjon muallimning beshidan boshlab yana bir aylarning tutq'ichi bo'lgan butun chaqchaq Yusufjon muallimning og'zidan chiqadi ekan. Lekin hayronman, yana Yusufjon muallimning atlandi shunda uzun vaqt ishlayotganiga Qosimjon. Men bu olmasam allaqachon xizmatdan qo'g'ilib o'tdim bunda o'qituvchini. Jilli deydek Qosimjon muallimning chechi to'g'liq davr chechini yig'ib azlab ketib ko'rdingizmi? Men Qosimjon xunaga vaqtda Qosimjonning chechiligan shundoq o'skilan chiroyli chechi qotdi. Qachondan boshlab atlarning talant ko'rigi boshlandi. Yusufjon muallim sahnaga chiqib she'riy chaqchaq qilishga boshladi. Qosimjon muallimning chechig'i voy tugidi. Endi bugun Yusufjon muallim yana jinini alqiniga ap qo'yib, o'zining maoshi bilan o'ynashib, istiqboldan o'ynashib turib chaqchaq qilmoqchi. Qani bugun kimlarga chaqchaq qiladi ekan? Qani nocha olsangiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hammalarning qadimiga marhaba. Bugun hayotimda yana bir qatam o'ynashgan bo'ldim. Burada anda qo'sib men chaqchaqni boshlab kelsam, Qosimjon muallim chaqchaq. Cheching tushib, bo'ytaq qolding birodar. Qo'smi kaysam, cheching hargiz chanmaydi. Chechi yo'qqa ko'ygan bo'lsa biror qiz, bizning Qosim hargiz bo'ytaq qolmaydi. Xotun izlab Yevropani aylanib, Choch vajidan yana bo'ytaq qolding-ku. Xo'tqilishib mansaq bizlar ko'chada, tom kaynida ko'zingga yosh olding-ku. Talay qizga soy qildik biz seni. Hammizlar choch sababli rad qildi. Shunchalik o'z qosh ko'zlaring qomating, nechun Xudo checheninglar sat qildi. O'kinmasan shundoq bir kun ehtimol birni emas 3-4 xotun olasan. Xotuningdan kunda necha tayoq yeb, chechi yo'qqa havas qilib qolasan. Cheching tushsa zinhor qayg'urma. Avlod uchun bo'ytoq yurgan yigitsan. Bosqan izing g'oying bizga g'animat. Sen qavmga ilm irfon o'gitsan. Barakallah. Biz eng oxirgi bir ko'plik uchun bo'lsa-mu xizmatingiz saqlanib qoldi inshaalloh. Azroq yana apamsan bo'lmaydi. Shu qanday qadam emassiz. Odiljon muallim chaqchaq. Odiljon muallim bormi yo'qmi mana? Ovozingizni anglaymiz, yetti kunlik yordammi? Masjidlarda qo'shimcha azon to'lab yuramsiz. Chechingizni yostib Qosimjonga o'qitib, chat chiqmasa bir kuni royib bo'lib ketamsiz. Farruq muallim chaqchaq. Otlanni daftar to'kib turidingiz ko'p qadam. Faoliyatlarga oxirigacha bir o'zingiz muvakkab. Jafo chekib bizni deb chiroyingiz qaramtul, ta'daz bo'lsin bu chaqchaq oqiri bilan bemahal. Farruq muallim to'yingizni qachongacha qilmaysiz? To'y qilmayman endi deb Qosimjonni do'ramsiz. Bu kunlarning dardini tortib o'tsin Qosimjon, bo'ytoqlikdan nong'achab hasrat chekib yuramsiz. Bizning maktabimizda shu Patigul muallim deydigan bir o'qituvchimiz bor. Patigul muallim bir o'ziningki kichik bolaninki hayotini qutqizaman deb o'zining bir putini ayrilgan.
Shundoq. Bunday oyat sinoqlari hammamizga kelavermaydi. Balki hammamiz bunday qilmasimiz mumkin. Menalloh. Men Fatigul ma'lumniki ashu qilgan ishingizga bir madiya o'qimoqchi. Xo'sh. Oyatni so'y deb buyruq yo'q edi-ku. Ajal oldida o'zingdan kashkiday. Har inson uchun bu bir cho'ng sinaq. Erkakmi tas bu yo'ldan o'tmak. Oyatni so'ygan shu cho'g'dak yurugim. Tuman ming ofirin olqishga haqliq. Taslim bo'lmagan majruh jisminga bu oyat umri hammadan cheklik. Ko'zingdagi umid chaqnasin mangu. Qoyil qilib hammani bir umr. Sen ko'rib yetkin shu oyat seniki bizlar uchun obidi muhr. Tilayman saqliq oltin bo'yinga. Şadıman ötkün bir ömür abad. Bilim xumarlar muhtaydır sana. Ular qalbiga chashqin ma'rifat. Rahmat. Barakallah Fatigul muallimgimi. Bu to'xtang. Bu muallim emas. Bu muallim emas. Bu o'quvchi. Bu muallim emas. Chaqchaq qilamsiz? O'quvchim chaqchaq qilmoqchi. Bu yoq bizniki Munavvar riyosatchimiz Munira G'ofurada. Ama Munira G'ofur adigi chaqchaq qilay deb, o'zim misol yomon cho'nglab ketibdi bu bolani. O'zim bilan yana bir o'ylashmay deb qoldim-da. Shunga bir madilay deb bir madilmakchi Munira G'ofurada. Rahmat. Ovozingiz bulbullarni lol qilur. Levingizda ona tilining gullari. So'zlasangiz barcha ayron qolurlar. Bag'rimizga eqib bazin kuylari. Ismingizni allar aro yod etdik. Ona tilini so'zlaydigan til bilan rishtimizni sizga mahkam bog'ladik. Üzülmasga zanjir bilan, dil bilan. Ömrümüzde jafo ko'rmang, dard ko'rmang. Gül aylansin bo'yingizdan o'rgilay. Sizni elning nazarda zo'r qilgan mayin mo'ngluq xo'yingizdan o'rgilay. Qo'y rahmat. Yusufjon muallim aqlamning bir go'hari. Asli biologiya o'qigan, adabiyotni nihoyat yaxshi tushundu, she'r yoza oladi. Lekin yana ingliz tilida dars o'talaydi. İngilizceni o'ziga o'rgangan iqtidorli o'qituvchi. Hamda mana shu she'riy chaqchaqlarni ko'pchilikdan ko'nglini ola oladi. Lekin endi bu o'tni jahon qarang, Yusufjon. Endi siz haqqa chaqchaq qilgan ekansiz. Haqma bekor to'magan o'xshaydi. Tünügün yaqı bana köp telefonlar buldu, atlandın, köp hizmetlaşlardan, o'qituvchi ustozlardan telefonlar kelib, biz Yusufjon muallim ertek bizga chaqchaq qildi, o'chimizni olib bering deganligi uchun ularning o'chini men olib bermay. Yusufjon hoji muallimga chaqchaq. Hojim bo'lish istigida bir chaqla, hajiga ketdi deganlarni angladik, sunib ketgan tiplarini tamaylab, gajga ketdi deganlarni angladik. Berib kelib, heyit vaqtda necharat, hajiga bordim Saudiyaga degidek. Amerikaga chiqib bir kun Uyg'urdan aylanaman chet ellikka degidek. Miltiq deydi qo'lidagi hasini, Urumchida qushqash etib yurganmish. Etib qo'yib, yo'lda mangan cho'kanni saqchilardan tayoq to'qmoq yeganmish. O'g'anma o'zi xotin elib ochishdan yaratmasmish Atlandagi bo'ytaqni. Xotin bilan bir jup kiyib yurarmish, ko'nglik chapan ishdan hatto paypoqni. Yusufjon muallim, Xudo bergan tanlaringiz bo'lsin aman, dushmaningiz rangi ruhi bo'lsin saman. Ushbu she'r ko'nglingizni olsin deymiz, qalbingizda avlod himi bo'lsin deymiz. Rahmat. Rahmat Yusufjon muallim. Xo'sh, tanishgan do'stlar. Har birininki qurug'i o'zgacha bo'lgandek, biz zamonaviy hisobdagi narsalarni ko'rdik. İngiliz naqshi mangladik. Endi yana o'zimizning ayni muqamga qaytib kelaylik. Yana anglaydiganimiz o'zimiz anglab qanmaydigan Uyg'urcha naqshilar. Tevanda Atlantik o'quvchilarning o'rinlashida Uyg'urcha chatma naqshilar. Faxrlangaysizlar.
üçün qoysam qadam yar vaslinga yetarmanmi yar üçün qoysam qadam yar vaslinga yetarmanmi Yetəlməy yar vəsliyə Armanda kitər mən bu Yetəlməy yar vəsliyə Armanda kitər mən bu Sen yarimni körgeni Şekinden öptüm ben Gül sarası tekini Gül sarası banısına Sen yarimni körgeni Alma anar gül şahi Sunmi hiç ayrılmaz Alma anar gül şahi Sunmi hiç ayrılmaz Çin yürekten söygen yar Ölmeyince ayrılmaz Çin yürekten söygen yar Ölmeyince ayrılmaz Can yarim otum yaman Sargaytıp kılma zaman Sargaytıp zaman kılma Halini yaman kılma Sargaytıp zaman kılma Halini yaman kılma Seher ormanda durğan çağda Gözlerim yerim oçum Ana bunday şu minotlarni Haydayız durmuşumda Seher ormanda durğanda Gözlerim yerim oçum Ana bunday şu hoşça minotlarni Haydayız hayatım var Retinler, sizimler, kalemde ellendi Yürügünüm benim senin qaytığınlardan Nişan xudu qapışqa ayyan Əgər sənə arzu bolsa göz işini taşla Oylar günü ilə əslər Bətini vaxt qayışıb Ötü dikən bir gün Əmiyyət xeyb-xab Əməliyyətin sözlər İkisinin aynısı bu əsasını qab Atlan yeni demler Göz aldımda nurlanmış yallar Atlan yüreğimde olsun şer hayırlar yalda Urgutarsın bizdeki güzel arzular Kalbimizdeki armanlar Çümeli biz kaynar hisyaka Birge baksaylı davallar Bastım davan gördüm asman Gölgeli durman yok aldı gurman Öz makanında toxtumaz karvan Armanı dep arzunu dep Urgutarsın bizdeki güzel arzular Kalbimizdeki armanlar Çümeli biz kaynar hisyaka Birge baksaylı davallar Atlan yeni kademler Göz aldımda nurlanmış yanlar Atlan yüreğimde olsun
manzara bu uzun bo'ptiki, bunda hayajonda ko'magili. Mayli bizning an'anaviy naqshimiz asosan o'zgartib ishlangan dastlabki gitarada o'rinlangan naqsh bo'lsin, mayli baytni o'zimiz hammamiz to'xtamay usulga tushib ketgan bizning an'anaviy xalq naqshimiz bo'lsin, yoki eng oxirida yoshimiz o'rinlagan zamonaviy uslubdagi naqshlar bo'lsin, hammamizningki shu atlandan iborat mana shu oilalik bir hayotiy kuchga to'lgan kayfiyatimizni ifoda deb o'ylayman. Albatta, Atlant talant ko'rigi yolg'iz Atlantdagi o'quvchilarning talantini namoyon qiladigan ko'riklar emas. Yusufjon muallim, Farruh muallimlarning mahoratini ko'rdik. Undan boshqa Atlantdagi talantli muallimlar intayin ko'p. Endi biz tevanda Atlantdagi muallimlardan Fatibin muallim, Alimjon muallim, Abdusalom muallim, Marhaba muallim va Hoshimjon muallimlarning o'rnishida Uyg'urcha chatma naqshlardan bahrilanamiz. Marhamat. Özleriniz gözlerimge sürme kılay. Ben siz üçün min biridir min birilay. Sizge yalnız ben kalender hemşe bulay. Azaplardan canım ilip kessiniz beni. Şu boyumuz aynasını Mecnun'da. Şu yarga azaplardan canım ilip kessiniz beni. Azaplardan gözyaşlardan sihirlerden canım ilip kessiniz beni. Azaplardan gözyaşlardan sihirlerden canım ilip kessiniz beni. Özgelerge sevmedim siz barıcım. Cin yürektim sizni söygen dilbarıcım. Şunga şartlan Uygur kızı siz barıcım. Azaplardan canım ilip kessiniz beni. Şu boyunuz aylansını Mecnun'da gel. Ben aylanay sizni söygen Leyla dal gel. Armağan bulayık beni söygen şu yar gel. Azaplardan canım ilip kessiniz beni. Azaplardan gözyaşlardan sihirlerden canım ilip kessiniz beni. Azaplardan gözyaşlardan sihirlerden canım ilip kessiniz beni. Elimdeki akalma çiçeklep baktına. Elimdeki akalma çiçeklep baktına. Çiçek sunsam kuram sen işe yarınga baktına. Çiçek sunsam kuram sen işe yarınga baktına. Bu baktıma ya bu baktıma dille baraylı bu baktıma. Bu baktıma ya bu baktıma dille baraylı bu baktıma. Hamra bulam sen de baktına.
salan cümleler. Aşk seni bulabilir de uzakta durabilir de, samimi oluyor derken mesafe koyabilir de, bu böyle vurabilir de, ilgisiz durabilir de, onu sana katıyor derken tuzaklar kurabilir de, bu böyle. Allah seni değme, seni değme. Allah seni görmeyeyim. Allah seni değme, seni değme. Allah seni görmeyeyim. Allah seni görmeyeyim. Böyle gezsem Allah muradına gidersin. Allah seni görmeyeyim. Böyle gezsem Allah muradına gidersin. Atlandaki o'qituvchi o'quvchilar mana shunday talantliq, mana shunday ko'raklar qilib o'zining talantini namoyon qiladi. Hamda Atlandaki o'quvchilar faqat naqshli ayta olamdiki deb qolmanglar, albatta ularmi usulni to'liq chiroyli o'ynaydi. Endi bayondangi naqshning aslidagi usul hisob emas, hamda rasmiy usul ko'ramiz. Bu usul bizim qarindosh millatlarimizdan bo'lgan o'zbekcha usul ekan. Atlandaki o'quvchilardan Lala, Qadriya, Musavvir qatorliqlar o'rinlaydi. Marhamat. Saçım çıkıldırak uzun aylanay, yor menga qilmang firog'i aylanaman. Saçım çıkıldırak uzun o'rgilaydi, yor menga qilmang firog'i aylanaman. Yor menga qilsang firog'i uzun aylanay, ketay desam yo'l yurog'i aylanaman. Yor menga qilsang firog'i uzun aylanaydi, ketay desam yo'l yurog'i aylanaman. Voy do'day uzun aylanay, aylanaman kimni yorisiz bo'lsam. Voy do'day uzun o'rgilayjon, aylanaman kimni yorisiz bo'lsam. Sochlarimni ko'pligi uzun o'rgilay, soch qo'pigim yo'qligi yo'q aylanaman. Yoray do'day uzun o'rgilay, aylanaman kimni yorsiz bo'lsam. Aylanaman kimni yorsiz bo'lsam. Albatta va Atlandaki o'quvchilarning ichida chalg'u jihatda talanti borlarni oz emasga. Endi Atlandaki saboqdoshlarimning chalg'u mahoratini bir so'ni mahkam qabul qilinglar.
suyunib turib eslayman. Tunji qatam chet ellik ma'lumotni oldi kirgan vaqtimda rostini aytsam, men qachiqla aylangan. Chunki u hanzucha ya Uyg'urcha bilmaydi. Men bir yig'iz ingliz tilini bilmayman. U how are you deydimi? I'm fine, thank you deyman. Onun boshqa gapni bilmaymiz-da. Lekin hozir mening tilim kasun kammisun. Chiqib atlarning ta'siri bilan inglizlarni ko'rgan, chet ellikdan ko'rgan chaqda ikki yig'iz gap qilishdan qo'rqmaydigan bo'ldim. Men qila olgan yerda sizlarda chatoq yo'q. Atlan mana shunday bir oila. Xo'sh, endi navbatdagi nomerimiz mana shu Atlandagi ingliz tilini dahshat tutib o'tadigan o'qituvchi kurslarning o'rinishida I am yours. Qani, marhamat. La la la, hey, yeah, yeah, yeah. Well, you done me, you bet I felt it. Tried to beat you, but you saw that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I've been giving it my bestest. And nothing gonna stop you but divine intervention. Reckon in this game my turn. And to win some more, learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. You just believe it, I'm yours, yours and yours and. Open up your mind to see like me. Open up your place and then you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music at the moment people dance and sing. We just one big family. It's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. There's no need to complicate our time. It is true. This is our fate. I'm yours. Do 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 da 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 da. Sing with me the song of love, singing. Whoa. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror, bending over backward just to try to see clearer. My breath holds off the glass, so I'ma chew on your face and laugh. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to reach yourself of happiness. Just go with the seasons of what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. There's no need to complicate our time. It is sure this is our fate. I'm yours. And open up your mind to see like me. Open up your place and then you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music at the moment people dance. I see it. We just one big family. It's our God-forsaken right to be loved, loved, loved. I'm yours.
Thank you. Növətdə Atlandakı oxucularning Alimjon muallim bilan Güliston muallimning o'quvchilari bilan birga o'rinlaydigini hammamiz burun suyib ko'rgan Avstriyaning dangli kinosi Muzik sadasi degan filmning bosh naqshi. Qani, marhamat. Doe, a deer, a female deer, gray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough. Oh, 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 dough. A deer, a female deer, gray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow. So, tea, I drink the jam and bread, that will bring us back to dough. A deer, a female deer, gray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, down a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do. All right, go inside, dry off, clean up, change your clothes, report back here. Immediately. Fräulein, you will stay here, please. Now, Fräulein, I want a truthful answer from you. Yes, Captain. Is it possible, or could I have just imagined it? Have my children, by any chance, by climbing trees today? Yes, Captain. I see. And where, may I ask, did they get them? Play clothes. Oh, is that what you call them? I made them from drapes that you hang in my bedroom. Drapes. They still have plenty of beer left. The children have been everywhere in them. Do you mean to tell me that my children have been roaming about Salzburg dressed up in nothing but some old drapes? Mm-hmm. And having a marvelous time. They have uniforms. Straight checkers, if you hear me. I haven't heard them complain yet. Children cannot do all things they're supposed to if they have to worry about precious old clothes. Oldie. I don't wish you to discuss my children in this manner. Well, you got to hear from someone. You never hung long enough to know that. I said I don't want to hear any more from you about my children. I know you don't, but you got to. Now take Liesel. You're not She's saying not one a word about child Liesl, anymore. Fräulein. One of these days you're going to wake up and find she's a woman. You don't even know her. And Frederick, he's a boy, but he wants to be a man like you and there's no one to show Don't you him dare how. tell me about my son. Brigitte could tell you about her if you let him get close to you. She notices everything. Fräulein, And Kurt pretends he is That tough will not do. to how hurt he is when you brush him aside. The way you do all of them. Lisa, I don't know about her yet, I but said someone that has will to do. find out about her. And the little ones just want to be loud. Oh, please, Captain, load them, load I don't them care to all. hear anything further from you about my children. I'm not finished yet, Captain. Oh, yes, you are, Captain. Fräulein. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to meet me, blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Edelweiss,
Xo'sh, müzik sadasını bəhrələndim. Əmdi Atlandakı bizning o'quvchilarimizning davomli o'zinglar sundig'ini chet elning chatma naqshlari. Why can't I be seated, everything is okay? The first time of my life and not so great. Slowing down and crying, I soulmate. I think about melodies of my glass great. I wouldn't shine, just sing about it. This is the best feeling. And the sense is brilliant. I hope that it will stay. This moment is perfect. Please don't go away. I need you now. And I'll hold on to it. Don't you let it pass you by. Can you see you are the one I'm always thinking of in my dreams? You are already mine. If you show me love, I promise I'll be there for sure. I will stay forever by your side. Look at me now. Can you see all the love in my eyes? Will you give it a try? Will you be my lucky star? Be the one to show me who you are. Will you get me through the night? Be my inner shining light. Will you be my lucky star? Be the one to show me who you are. 'Cause I know this could be love shining in my heart. Koydum noktan hep soğan. Ben varım bilmem aynı bom gibi ne sarı belki de aynı ton. Demelikçini bilimine aynı fon. Kendini bilmez mantık olmanı ton yaşar hep bal aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız hey gibi bileyim mikrofon. Şimdi bana bir bakın saydı. Muhammed 8 gün razı. Benim Muhammed Ali 2 gün razı. Bana bak beni görmedi ölüm azı. Seni hep duyulur tepeden berton. Ne karnım bunu bir hemen olsa yanıma girin canıma girecek. Hey gibi bileyim mikrofon. Bak oğlum bunu ver bunu sen. Şimdi ben bunu sen gülüfen gülüsen. Falan ne olacak her yer benim ben kıvamı balçık girmem. Elemem uluslumu girmezsen. Düşmanı dostun yeri sevmezsen. Rüzgar gibi esemezsen. Veremezsen kal gibi yeri giremezsen. Sen benim elimin yüreğim görmedi. Kendilerim benim yamacıma girmenin amacını varman diye yeri kal oldu. Barışın yer oldu. Barışmanım aldın. Dünyaları daldırmalar sevdiklerse. İstanbul Karaman bu kılından çıktı. En mavret işte başına anlarızı. Mama bu mektufununa götür seni bana baksın. Akla gitmeyi bassan beni dinle. Çirimillimi külmün türenli milleti insanlarla yazdıma. İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'lar, fatal rhyme'lar. Çılığı da yakacaktır, yanıma varacaktır, kalacaktır, acıcaktır. Rüzgar gibi esecek, gün gelecektir. Cezayı nefes sentezlerine teknik bir arzda üç fazla kana gıdıraktır. Taktik kuşkunun uçumudur, şu yaptığım replik uçuramda. Bak beni gör hadi gel ne oldu? Ben enterden sana hemen ol. Bir koskoluk oldum sen de ol. Ben holocaust'u gören insan ol. Arı gibi uç kartal gibi kontak. Sen gülü götür pardon. Range aynı ki gün pardon. Ay bebeğim mikrofon. Şimdi bu bana bebeğin saydı. Muhammed'e 8 gün razı. Benim Muhammed Ali 2 gün razı. Bana bak beni görmedi ölüm azı. Sürüm hep duyulur tepeden berton. Kanım bunu bir hemen olsun. Yanıma girin canıma girecek. Ay bebeğim mikrofon. Bana bak. Yok kalmamaz sonu tak. Yok mamir pakatrak. Yok ürüne köy bırak. Sözlerle gelen kendin dostları damus sana namus gerekir. Ceza gibi bir kamus gerekir. Fanus gibi deli izleyicili bir mus sokulur. Bana bir bakın ısınız avramda. Kalbide tıkınır sakınır sakınır. Efendim izahiri borkostu günümüz. Gösterimiz işte bu hip hop gösterimiz. Ya Allah rapin cezasını verdi. Mamamını mamını 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 mikrofon show. Mamamını mamını 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 mikrofon show. Mamamını mamını 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 mikrofon show. Mamamını mamını 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 mikrofon show. Şimdi bana bir bakınız haydi. 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 Şimdi bana bir bakınız insan ram de kırvınız haydi. Bana bir bakınız insan ram de kırvınız
seaside. Mama, 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 microphone show. Mama, 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 me, mama, mama, me, microphone show. Bunaldım, bu ne sıcak Tanrım, yerinden uçacak şu aklım, yetmez gibi bir de sen çıktın. Dertsiz başıma dertler açtın, yağmur olsan üstüme yağsan, bu ateşi söndüremezsin. Deneme boşuna kendine, yol arama, fikrinden döndüremezsin. Hayırla bayırla bu yaz sıcağında, sana sıkıla kapında dolaşma. Hayırla bayırla bu yaz sıcağında, sana sıkıla kapında dolaşma. Hayırla bayırla bu yaz sıcağında, sana sıkıla kapında dolaşma. Cesur ol hadi, göster kendini, aşk utanmak nedir bilmez ki. Bunaldım, bu ne sıcak Tanrım, yerinden uçacak şu aklım, yetmez gibi bir de sen çıktın. Dertsiz başıma dertler açtın, yağmur olursan üstüme yağsan, bu ateşi söndüremezsin. Deneme boşuna kendine, yol arama, fikrinden döndüremezsin. Hayırla bayırla bu yaz sıcağında, sana sıkıla kapında dolaşma. Hayırla bayırla bu yaz sıcağında, sana sıkıla kapında dolaşma. Hayırla bayırla bu yaz sıcağında, sana sıkıla kapında dolaşma. Cesur ol hadi, göster kendini, aşk utanmak nedir bilmez ki. Canı sıkıla, hayırla bayırla, canı sıkıla. Ay ayırla bayırla bu yaz sıcağında, sana sıkıla kapında dolaşma. Cesur ol hadi, göster kendini, aşk utanmak nedir bilmez ki. Ayırla bayırla. Rahmet. Atlan жылды дегенек nurg'ulg'an o'quvchilarning chet el tili o'rganish orzusini qondirib keladi. Atlanni mening bilishimcha hozir 90 dan ortiq o'qituvchi bor ekan. Hamda ta'tillik sinflarni qo'shib hisoblaganda ta'tilda odat 2000 dan 3000 gacha bo'lgan o'quvchi Atlanning har qaysi sinflarida chet el tili o'rganish orzusini amalga oshira oladi. Yilda 10 mingdan ortiq o'quvchi Atlanda tarbiyalandi. Mana shundan Atlanning 2006 yil qurilganidan hozirgacha qanchalik o'quvchining chet el tili o'rganish orzusini ro'yobga chiqarganligini menimcha hammamiz his qilib bo'ldik deb o'ylayman. Atlan armag'aysizlar. Atlan dahil faaliyetler birleştiren birge muhtemelen bir ahamiyetli bir faaliyet var. O bozımı Atlan Tıl Terbiyeleş Merkezi'nin kışlık tatillik tekstiyatlaş musabakası degan. Mana şu musabakada bugün 12. yıllık yani 2012 yıllık kışlık tatillik tekstiyatlaş musabakasıda mukaffatga erişken o'quvchilarning mukaffatlash murosimi bugungi faaliyetning bir qismi ekan. Unda olsa men bir boshdan ismini atayman. Qani bizning shu mukoffatga erishgan qahramonlarimizni sakni taklif qilamiz. Eng oldi bilan yangi o'qim ingliz tilidan mukoffatga erishgan o'quvchilar birinchi mukoffatga erishgan Davron G'olib.
İkinci derece mükafatla erişken Nusrat Obulqasım, Azhar Abdusalam. Üçüncü derece mükafatla erişken Aqliyar Erk, Alper Ahad, Hadice Ablat. Endi oliy maktab ingliz tili va vitamin sinfininki mukofotga erishgan o'quvchilari. Birinchi darajali mukofotga erishuvchi Mavluda Quddus, ikkinchi darajali mukofotga erishuvchi Muqaddas Umar va Rufila Yasin, uchinchi darajali mukofotga erishuvchi Lola Keram, Shahida Ahmad, Dilnur Adil. Endi bolalar ingliz tili sinfidan birinchi darajali mukofotga erishgan Farida G'ayrat, ikkinchi darajali mukofotga erishgan Munira Muxtar va Aychikra Ablis, üçüncü derece mukofotga erishgan Güliston bilan Shahida Talat. Bundan boshqa Xanay G'ulam. Hanzo tili fiksiyatlash musobaqasining birinchi darajali mukofotga erishgan o'quvchimiz Salohiddin Arshidin, ikkinchi darajali mukofotga erishgani Madina Adil bilan Arafat Arkin, uchinchi darajali mukofotga erishgan Shuhrat Ekim, Muvajar Hasan va Mehrigul Abdullah. Rus tili musobaqasida birinchi darajali mukofotga erishgan saboqdosh Zubayda, ikkinchi darajali mukofotga erishgani Subi bilan Farhod, uchinchi darajali mukofotga erishganlar bo'lsa Aziz, Yosinjon va Nadira qatorliqlar. Andin turk tilidan birinchi darajali mukofotga erishgan Minavar Mijit, ikkinchi darajali mukofotga erishgan Qahriddin Abduqayim bilan Baxtinur Turdahaji, uchinchi darajali mukofotga erishgan Karima Mutallib qatorliqlar. Qani hammamiz alqish yangrtib ularni bir rag'batlantiraylik. Endi Qosimjon muallim bilan Odiljon muallimni bularga mukofot taqdim berish taklif qilamiz. Qani javoblarimizni ayvonlar, qarindoshlar. Masalan, pul bilan mukofotlaydigan yoki haqsiz o'qish muddati mukofotlagan buni hamda har qaysi bolalar o'ylab borgan ekan atalari bilan bundan ham bahralansa bo'ladi. Bu qitimli atlan futbol musobaqasida chempion bo'lgan komandadagi mahirlarning ismi Miradil Samatjon, Ahmadjon Mehmet, Erkin Imin, Varis Imin, Qaysar Abla, Baxtiyor Imin Niyaz, Arshidin Qodir va Nurali Mahmud. Sizlarga muborak bo'lsin. Yaraysizlar yigitlar. Til o'rganishda birlikda badan chiniqtirishga misol qaramaganlar intayin bilan bo'pti. Qosimjon muallim Atlanda manmışda ahamiyatli faoliyatlar ko'p o'tkazilib turdi ekan. Hamda bugun Atlanga uzundan buyon ishtirok qilayotgan yoki yangidan Atlant bolalarni ekan o'qituvchi ota-onalarmi turibdi, o'quvchilar turibdi. Shu munosabat bilan ularning musobaqalar haqida so'zlab beramiz. Bugungi talant ko'riki bir qismi hamda bu o'quvchilarga o'tkazib turayotgan faoliyatimizdan. Bayondan ko'rgan tekshirlash musobaqasi, mana futbol musobaqasi hamda o'quvchilarningki aqliy ham jismoniy jihatdan ularni tarbiyalash hamda atlarninki burchi bo'lgan ekan har jihatdan mana faoliyatlarni qilib turib sinflar dars o'tish bilan birga har xil faoliyatlar leksiyalar bilan o'quvchilarni haqiqiy yetmoqchi bo'lgan nishoniga yetkazish bizningki burchimiz. Bu musobaqalarga qatnashgan o'quvchilar atlarninki har xil bayatdan Muniradan degandek o'qitish mukofotlari bilan mukofotni hozir berganimiz faqat bir guvohnoma, lekin Atlanda ular kelar bo'lsin yana bir qancha oy yoki bir yil degandek haqsiz o'qish mukofotlari bilan o'qiydi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ansa Ahmet faoliyatdan ko'proq qilib turinglar. Mening bu qaysi vaqt qism haqsiz bo'ladigan o'zingiz o'ylashib qo'yasiz. Endi biz Atlanta o'quvchilarining yana bir qaramidan ko'ramiz. Babasımın biz Atlantik siyinlik o'qituvchilarimiz tojikcha usulni o'ziringlar sunadi. Qani marhamat.
şu usulda görüp durumuz. Atlantik o'qituvchilar bugun kechilik uchun oz ajr qilmadi. O'zlarininki xizmatdan sirtqi vaqtini alohida ajratib, mana mushu nomerlar uchun tirishchilik ko'rsatdi. Atlanda mening bir ummoq savodishim bor. Mushu o'quvchi bilan davomli darsni oldigan anglab qoldiqchi. Men uchursizlar meni ba'zi opa deydi, ba'zida hada deydi, chunki mening bolam bilan tankanchim. Endi mana mushu ummoq savodishim Zuhal bilan uning savodishi kunarining o'rinlashida inglizcha naqsha. Qani, marhamat. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me after dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't understand and make the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me after dark. The scars of your love reminds me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the sea, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told. I've heard one of you and I'm gonna make your head burn. Think of me and the depths of your despair. Making home down there is mine sure won't be shared. Scars of your love reminds me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the sea, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Could have had it all. Rolling in the sea, you had my heart inside of your hand, and you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Oh, I, oh, I, oh, oh, oh. You know you love me, I know you care. Shall we never, and now we there. You want my love, you want my heart. We never, never, ever, ever be apart. Being idle, about we play it. We just friends, what are you saying? So there's another look right in my eyes. My first love, for the first time, and I was like, baby, 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 no, like baby, 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 no, like baby, 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 no. Start you all within my mind, baby, 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 no, like baby, 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 no.
saviylik chet el tili o'qituvchilari eng ko'p, chet el tili o'qitish sifati eng yaxshi bo'lgan Atlant til tarbiyalash markazi chet el tili o'rganuvchilarining eng oliy tanlashi bo'lib qoldi. Tilni eng tez, eng mukammal o'rganay, muvaffaqiyat bosug'usiga eng baldur qadam bosabilsangiz, Atlant vitamin ingliz tiliga qadam tashrif qiling. If you wish to learn English in a real environment, welcome to Atlant. İngiliz tilini puxtagunib g'oyangizni tezroq amalga oshirishni orzu qilsangiz, Atlant vitamin ingliz tiliga keling. Atlant vitamin ingliz tili xalqarodagi eng ilg'or ingliz tilida tarbiyalash sistemasi bo'lib, til o'rganuvchilarni cheklanishsiz o'rganish fursatiga ega qiladi. İngliz tilini sistemalik egallash va bemalol ishlatish orzuyingizga yetkazadi. Tilning chiridi. Til dunyoga yuzlanishning yo'l kirdi. Atlant vitamin ingliz tili manzilimizga tez yetkazadi. Istiqbolimizni texnik nurlantiradi. Atlant vitamin ingliz. Әміміз құлым яқшы көрдіған бір қыл біздің әнәнбей нақшыл шекліміз ба, дапсули дейдіған. Әмді атланды мұ, дапсулыны нахайттық шырайлық ойнай алайдыған талант игілері бакен, обасы мұ Зұлпқар білән Шахида. Кені мәрхәмет. Farruh Malum bilan marhabanın o'rnishida Someone Like You. Don't forget me, I'll be
that time flies slowly. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't find it. I hope to see my face, that you'll be reminded that for me it isn't over yet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I remember you said sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, not worries or cares, regrets and mistakes, the memories made. You have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I remember you said sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I remember you said sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Nima degan ko'p iqtidorli o'qituvchilar atlanib mana shunaqa o'qituvchilar intayin ko'p deyman mening bilishimcha. Farruh muallim qo'llaringizga datganmisin, ovozingizga datganmisin. Teximiz zo'r utuqlar sizga yer bo'lsin. Rahmat. Qani. Mana shundaq ko'ngillik damlar balkim xotirimiz mangilik saqlanib qolishi mumkin. Mana shundaq atrofimiz iqtidorli, qobiliyatli yoshlarni qancha ko'p tunsak, qancha ko'p bilsak, bizning kelajagimiz uchun texnik foydali bo'lishi mumkin. Atlantika yoshlarga yana bir qatim barakalloh. Qasimjon, barakalloh. Xo'sh, endi Atlantika o'qituvchilarning o'rinishida Jushqun chapqunaqshlardan hozirlagaysizlar. Подруги верные, девочки манерные, маникюр, прикид как надо, все в порядке с нервами. Пролетало время быстро, вдруг крутые берега. Парни, это наше место, наша река. Ау, реки, ау,
Gotta change my answering machine now that I'm alone. Cause right now it says that we can't come to the phone. And I know it makes no sense as you walked out the door, but it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months, for some reason I just, and I'm stronger than this, yeah. No more walking around, my head down, I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Sad, I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Gotta fix that calendar I had that's marked July 15. Because since there's no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you and your memory. And every song reminds me of what used to be. That's the reason I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Sad, I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Leave me alone. Hey, don't make me think about her smile or having my first child. Let it go. Turning off the radio, 'cause I'm so sick of love songs, so tired of seeing, so done with wishing she was still here. Sad, I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Why can't I turn off the radio? Goddess on the mountain top, burning like a silver flame. Summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it, yeah baby, she's got it. I may run and hide when you're screaming my name, alright. But let me tell you now, there are prices to fame, alright. All of your time spent flashes of light. Oh, you people, can't you see how your love is breaking our reality? Every time we're down, you can make it right, and that makes you larger than life. Alright. Looking at the crowd and I see your body switch. Come on. Wishing I could thank you in a different way. Come on. 'Cause all of your time spent keeps us alive. Oh, you people, can't you see how your love is breaking our reality?
Mana mushundaq jo'shqin hayotiy kuchga to'lgan qo'shin Atlandan iborat. Nurg'un kishilar biladigan bir naqshi bor. 1985 yili ijod qilingan ayni vaqtda Michael Jackson boshchiligidagi dunyodagi donglik cho'lponlar mana shu naqshi bilan xayr-saxovat faoliyatlarini olib borgan. Shuningdek, hozirgacha bo'lgan 20 necha yil, 30 yilga yaqin davomida bu naqsha har yili deylik dunyoning har qaysi joylarida cho'ng sahnalarda mehr-muhabbat ifodalagan faoliyatlarda, mehr-muhabbat, xayr-saxovat boshlayib qilingan faoliyatlarda yanada o'zining kuchini namoyon qilib kelyapti. Atlant til tarbiyalash markazimi bugungi faoliyatni mana shu naqsh bilan oxirlashtirmoqchi. Sahnada We Are the World. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We're all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's no choice we're making, we're saving all our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Oh, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be strong and free. Has God shown us by turning stones to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's no choice we're making, we're saving all our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. When the devil
bizning talant ko'rgi faoliyatimiz nishon aqli salda turibdi. Mana bu o'rtaq dunyo temsilchi naqsha bugun kechiligimizning xatimasi bo'lib qoldi. Dunyo mana shunday mehr muhabbat bilan texmo go'zal bo'ladi. Yaxshiliklar hammamizga